Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Asaka shahri Saysan asl oshxonasi ro'parasida yo'lni bo'yida joylashgan 8 so'tlik hovli uyimiz sotuvini e'lon qilamiz. Uyimiz 7 xonadan iborat bo'lib, 3 qavatga mo'ljallanib qurilgan va o'zining katta kengina podval qismiga ega. Uyimizni manzilini yana bir eslatib o'tsam, Asaka Deu yo'li ko'chasi, Saysan asl oshxonasi ro'parasida joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan 110 ming dollar deb baholandi. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga yoki Instagram sahifamizga yozib bilib olishingiz mumkin.